Maktabga 1-sinfga 1963-yil 1-sinfga borganman. Keyin bir oymi o'qiganimizda o tepadagi 15 ovulga borib, bu yerda o'qiganmiz. Maktab 7 yillik bo'lgan. 7 yillik bo'lib, 7 yillikda shu yerda o'qiganmiz. Maktab direktori bo'lib, o'sha paytda Shermuhammedov Habibulla aka kelgan. Masalan, mana degan tepada bir 30 ta xo'jalik, Qozoqovulda bir 40 ta xo'jalik, undan keyin u yerda Muxtorovul degan bor edi, o'tda ham bir 10 ta xo'jalik, shu 15 ovulda ham bir 15 ta xo'jalik, naryoqda Turk mahalla bor edi, Chig'irg'iq tomonda, o'tda ham bir 15 ta mahal. Maktab yo'q edi. O'sha hamma qishloqlarga maktab yaqin bo'lsin deb o'sha yerda mo'ljallashgan. 1973-yili men o'zimiz mana shu 12-maktabni Degantepa mahallasida filiali bo'lgan, yordamchi maktab bo'lgan. O'ylagan o'sha direktorimiz Juma aka bo'lgan. O'shaqa bo'ysuni o'shaqa bo'lganda, o'sha 12-maktabga bo'lgan. Yuqori mahallada dala shiponi bo'lardi. O'sha shiponda ikki xonali sinf bo'lgan, biroz katta sinf bo'lgan, biroz kichkina sinf bo'lgan. Oldida terasaga o'xshagan bir ayvoni bo'lgan. O'sha ayvonda o'sha katta bo'lganmiz. Oldimizda bir tutuvlardan tut hali ham bor, xudo xolasa. Kesilmagan. Uni oldida bir chuqurlik bo'lardi. Katta bir chuqurlik bo'ladi. O'sha chuqurlikda shu o'ynab o'sha yerda yurardik tanaffuslarda. Bu maktabda 73, 74, 75, 76, 77-yil o'qiganmiz. 4-sinfgacha. Boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan rahmatli Halilova Mahmud opa, Halilova Nazira opa, keyin Ashirmatova Karim opa, Muhammedova Karim opa va Dujayeva Mavlud opalar ishlashgan. Shu boshlang'ich sinfga dars bergan, 1-sinfdan 4-sinfgacha. 5-sinfdan o'sha katta 12-maktabga qatnashib boshlaganimizda Butlar kolxoz yeri bo'lgan, Len yo'li kolxozi derdi. Kolxozi yerlari bo'lgan. O'shaning orasida bir yo'l bo'lardi, ikki qator tuzlar bo'lardi, yonlari. Shu tuzlar orasidan borib, keyin taxtadan qurilgan poyezd yo'lga yaqinroq joyda taxtadan qurilgan shiponi bo'lardi. Bu shipon orasidan o'tib, bahorda loy, qishda qor, etikib borardik. Keyin yechib olib turib, kontramarka pechka bo'lardi o'tda. Parpaga yoqib qo'yardi, issiq qilib. O'sha yerdagi maktab oldidagi mahallada Asar opa degan rahmatli bo'lardi. O'sha u bo'lsa ham bufet ishlatardi. Keyin Sor opa degani bo'lardi. Maktabga ko'p hissasi tekkan. Ham bu bo'rsaliklarda ham bufet ishlatgan u ham. Temir yo'l yoqasidagi maktab 4 yillik maktab edi. Chunki 4 yil o'qib, biz o'zimiz akalarimizdan bilardikda, To'ytepaga sentrga borib o'qib kelardi. 7 yillik maktabda o'qib kelardi. Ana undan keyin 4 yillik bo'lgandan keyin, ana 56-yildan boshlab 7 yillik maktab bo'lgan. 8 yillik maktab 63-yil bo'lgan. Ana undan keyin 8 yillik bo'ldi, undan keyin 10 yillik bo'ldi, uni orasida 11 yillik ham bir necha yil ham bo'lgan. Men ishlagan davrlarimda 11 yillik ham bo'lgan. Keyin yana 10 yillik bo'ldi. Hozir mana 11 yillik maktab. Shu Jambul Jabayev nomli 12-maktab rasmi turardi. Chiroyli hayot yo'li, hammasi yoritilgan nimalar. She'rlarini yodlab, men o'zim ham yodlaganman she'rlaridan. Jambul Jabayev she'rlaridan. Qozoq xalqini ajoyib bir odami, ajoyib bir zo'r adibi. She'rlarini ko'p o'qirdik. Maktabda o'quvchilarimiz ham o'qirdi. Qiyg'ashday ko'zing kuladi ma'g'an, qarag'im kelar mening desag'an, xalqashim jonim qiynama meni, sen bo'lsang yolg'iz yurakda arman. Bu Jabul Jabayevga. Men bu yerga kelganim 66-yil keldim. Alima Juma aka direktor edi, shuni ko'rdim. Zavich Abduvali aka zavich edi. Shular qo'lida ishladim. Kunlar kelib Usmonov degan direktor bo'ldi. Nimani o'rniga, Alimovning o'rniga.
ishlar, lekin qattiq ish ko'rsatdi Usmonov. Maktabda apartmanlarni, maktab ko'rinishlarini juda ko'p jihozlariga baho berdi, yaxshi ishladi. Ertalab yugurib, sigirni sog'aman, u vaqtda gaz yo'q, o'tga o't yoqib qo'yib, hovli supuraman, o't yoqib choy tayyorlayman. Undan yugurtirib sigirni orqanlar edim, poyezd atrofiga. Buni Juma akaga ko'zim tushib qolar edi, bog'larning ichida kelayotganlarni. Voy, bo'ldi, maktabga harakatim qilishim kerak deb. Bu yoqdan ham yugurib kelishayotganini ko'rinib turar edi, ikki tarafda ham yo'lda bolalar. Shosha-pisha bo'ldi, Juma akadan oldinroq kirishim kerak maktabga der edim-da. Shu Juma aka poyezd yo'ldan o'tguncha men uydan chiqib olar edim. Tez tayyor bo'lib, shu Alik Juma akani ko'rmagan odam bo'lib o'tar edim, tera qator bor edi. Maktabga kirar edi. Shu zivonga chalmasdan kirishga harakat qilar edi. Juma aka ham o'zi 5 minut qolganda kelar edi. Yig'ilishlarda aytar edi, lekin sal ertaroq chiqib kerak deb aytib qo'yar edi, rahmatli. Maktabga borsam uyimiz esimizdan chiqib ketar edi. Umuman esimizdan chiqib ketar edi. Uyda non yo'qmi, mol qarash kerakmi? Uyga kelib, deb esimizga tushar edi. O'qituvchilardan Tohir opa degan o'qituvchimiz bor edi. Xudoybek aka bor edi. Mina opa rahmatli bor edi, ona tili adabiyoti o'qituvchisi meni ustozim edi. Darslarga kirib, menga o'rgatib, nima qilardi. Keyin Davlat Ali uni o'g'illari, Davlat Ali juda ko'p o'qituvchilar bo'lgan. Dushayeva Nazira opa, Muhammedova Karim opa bilan birga ishlaganmiz. Ashirmatova Karim opa bilan, Ashirmatov Abdumalik aka bilan, ulardan juda ko'p tajribalarni o'rganganman. Shu darajaga yetishimga albatta ularning hissasi juda ham ko'p. Ulardan minnatdorman. O'qituvchi bo'lishimga shu birinchi o'qituvchim Alimov Jumabek aka sababchi bo'lgan. U shu kasbga qiziqtirib, ta'lim berish hamma ishdan ko'ra savobi katta deb bizga tushuncha berganlar. O'sha paytda yana xizmatdan oldingi tayyorgarlik bo'ladi-da. O'sha paytda shu 2 yillikka boramiz, biz erkaklik o'zimizni burchimizni, xizmatimizni bajaramiz derdi-da o'sha paytda. Maqsad bo'lardi yigitlarda. Mana shu maktabni bitirganda birinchi o'rinda 2 yil xizmat turardi birinchi. Vatanga xizmat, sadoqat, mana shu armiyaga bolalarni tayyor qilib berish edi maqsadim. Jismonan, ruhan deymiz, qilib. Ya'ni ota-onani vatanda oldida sadoqatli, kuchliligini ana shu yerda. Inson shunaqa narsaki, qiynalmasa hech narsani qadriga yetmaydi. Qiynalish kerak. Ana shunda topgan nonni har bir narsasi shirin ta'mini biladi shuni. Haqiqiyligini, o'zi mehnat, o'zini nima kuchi bilan erishgan narsa, maqsad bilan erishgan narsa, qanday yaxshi narsa. Men shuning uchun shu mana shu ta'lim nimasini yo'nalishini tanlaganman. Bolalarni shu paytda yigit edim, armiyadan kelganman. Bolalarni kechalari, kechqurunlar chiqarib, mana shu yerda shug'ullantirdik vaqti kelganda. Ko'p haligi jismonan deymiz, qo'l jangi, armiyada bo'ladiganlarni nima qiyinchilik bo'lsa, shularga tayyorladim. Shulardan yaxshi o'tsin deb. Bizni davrimizda ilm bilan odob birga olib borilardi. Misol uchun darsni ta'limiy tomoni bor, tarbiyaviy tomoni bor edi. Ta'lim tomoni ta'lim berish, bilim berish, tarbiyaviy tomoni odob berish bo'lardi. Odob har bir darsda albatta ta'limni berib, o'sha ta'limni tarbiyasini, shuni natijasini, mazmun mohiyatini tushuntirib ketardik. Tarbiyasini berib ketardik. Agar tarbiya bilan ta'lim birga olib bormasa, u dars bo'lmaydi. Ta'lim bilan tarbiya birga ketish kerak dars davomida. Чтобы учителем стать, прежде всего, надо любить детей. Если ты не любишь, не надо идти в школу. Когда ты любишь детей, 30 учеников сидят, вы их будете любить. Надо каждого по-разному глаз смотреть. Bu bola uyda sal yaxshi emas, bunga mehr beray. Bu esa erkatoy. Buni qanaqa? Надо по-разному выучить. Вот мы не только педагоги, мы же и психологи. Bolani yaxshi bilib, bolani yaxshi ko'rsangiz, bir ko'z bilan hammaga qarab, xarakter изучать
машақат болмаса керек. Я люблю детей любого. Уж как балалар раз yaxshi ko'raman. Уршinglar deyman. Давайте ругайтесь. Я говорю, бегать должны, пусть бегает. Прыгать, они прыгают. Это же дети. Это же дети. Тогда вы терпите на все их приходки, выходки. Вас они будут любить, и вы можете работать. Bizni qo'limizga kelgan o'quvchilar mana shu endi ruchka, qalam, daftar ushlamagan, ranglari bilmaydigan bolalarga bitta to'g'ri chiziqqa tushib yozishini o'rgatish, ularga harflarni o'rgatib o'qitishni o'zi qancha mashaqqat bo'ladi. Endi tabiatan o'zi bolalar ham har xil bo'ladi. Bir xil bolalarga bitta topshiriqni berganingda, bitta gapirganingda tushunib bajarishadi. Bir xillariga 3-4 marta aytish kerak. Kimgadir ko'rsatib o'rgatasan, kimgadir qo'lidan ushlab o'rgatasan. O'zini xarakteridan kelib chiqib mana shu mashaqqatlari bor. Sharafli joyi mana shu bitirib ketgan, o'zing ta'lim berib bitirgan o'quvchilaring kelajakda o'z o'rnini topsa, hayotda kimgadir kerakli inson bo'lib, bir kasbning egasi bo'lib yurganda, voy falon joyda masalan shunaqa doktor bor ekan, shunaqa inson bor ekan, rosa qo'li gul ekan desa, voy o'shani men o'quvchimidi deb eslaganimizda mana shunda faxr tuyg'ulari bo'ladi. Shu bizning sinfimiz A sinfidir. Mana shu A sinfni sinfxonasi o'sha 12-maktabning eski binosi hozir buzilib ketgan. Shu binoga kirganimizda koridordan o'ng tomonga yurganda to'g'ridagi xona bo'lardi va u xonaga o'sha qo'lda yasalgan, taxtadan yasalgan zina bo'lardi. Bitta zina bilan chiqardik. O'sha sinfda yog'och partalar edi. Asosan o'sha men o'zi bolalarni partaga o'tirgizgan bo'yi pastroqlarni oldiga o'tirgizishga harakat qilardim. O'sha Xursanoy, Elyorlar shu birinchi partada o'tirgan, eslayman. Keyin Ahror buvisi kelardi, ko'pincha maktabga olib kelardi-da. Keyin mana shu ustozi, mana shu o'g'lim nega oldingi partaga o'tirmaydi deb ko'p gapirardi, e'tiroz bildirardi. Voy bo'y uzunda xola, nevarangizni to'sib qo'yadi orqadagi bolalar. Sen birinchi partada o'tirsin-da, yaxshi o'qiydi meni bolam, yaxshi o'qiydi deb rosa gapirardi-da. 6 yoshdan qabul qilish boshlanganda 83-yilda 6 yoshdan borgan. Tushdan keyin ular bog'chaga o'xshatib uxlatib, choy poyini berib, ertalab bulochka bilan sut tarqatarib, shunaqa paytlarim bo'lgan. Ota-onalar navbat bilan olib borib olib kelardik. Haligi joyda uxlardi, bolalar turg'izgan paytda yig'lardi. 6 yoshli bolalar endi kichkina. Ularni uyg'otib olib kelar edik. Meni o'g'lim ham o'sha 83lar bilan o'qigan. Bir kuni kichkina bola, men aytsam bilmasam, olib kelyapman, qanaqadir kiyimda g'alati-da, men aytdim, nega boshqacha kiyinib olgan deyman, o'ylayman, qarasam, Elyor bilan ikkovini shimi almashib qolibdi. Elyor bilan sal bo'yi kichikroq edi-da. Uni shimi bunga o'tib qolib, ikkovi almashib qolibdi-da, endi keyin ertasiga borib, qaytadan nima qilib almashtirib, shunaqa qiziq voqealar bo'lgan. Davlat tomonidan ta'minlanardi bufet, davlatning narsalari kelardi. U qo'ldan hech kim pishirib bufetda narsa sotmasdi. Davlatning tayyor mahsulotlarini olib kelib sotilardi. Eralieva Rahima bufetchi bo'lib ishlagan, o'sha yerda ishlab, juda haqqoniy, vijdonan bufetchi bo'lib ishlab, necha yil ham obro' topgan. Bolalar juda yaxshi kerakdi, oshpaz opam deb orqasidan yurib yurardi. Yo'ldan Shuva Tilla kelib bufetga ishga joylashdi. U ham vijdonan, halol, pok, toza, anaqa hamma narsani toza saqlardi. Juda ham halol, pok ayol edi. 89-жылдың күзінде 1-сентябрьде міне осы сендер 83-жылға 1-классқа қабылдандыңдар. Екі ауылдың балдары көп болған үшін 2 класс ашылды. А классты Карим апай алды, Б классты Барна апай алды. 2 классқа группа ашылды да, группаға продленный группа ашылды да, группаны Райхан апай жетекшілік қылды группаға. 2 апай сендерді 4 сағат оқытып, 12-ден кейін Райхан апай қабылдап алатын. Мен сол кухняда сендерге общепит жағынан ыстық тамақ берілді сендерге. Тегін тамақ. Және мектептің бір үлкен
бөлмесі босатылып сендерге жатақхана әзірленді. Жатақханаларына қатар ағаш кроваттар қойылған, шкафтар, киімдетін және стол стулдар сендердің сабақ орындауларың үшін барлық жағдай жасалды сендерге. Сөйтіп сендер жаңағы неше жылдық мектеп бойынша бірінші параллель класс болдыңдар, әрі жаңа бірінші группа осы сендерге ашылды. Мысалы 12-ге шейін жаңа Кәрим апай мен Барна апай сендерді оқытатын, сосын 12-ден кейін Райхан апайларың сендерді екі группаны бірге Райхан апай қабылдап алатын. Мен сағат 1-ге сендерге меню бойынша ыстық тамақ әзірлейтінмін. Райхан апай сендердің бір ұл бір қыздан кезекші жіберетін маған, көмекші, жәрдем. Мен жаңағы кесілген нандарымды, шайларымды сендер кезекшілер жаңа столға даярлайтынсыңдар, маған сөйтіп көмектесетін едіңдер. Сөйтіп сағат 1-де ыстық тамақ дайын болады. Райхан апай сендерді қаз қатар қылып, қолдарымды ұстасып, асханаға тамақтануға келетін. Тамақтанып болған соң жаңағы екі кезекші қыз қалып, тағы да маған босаған ыздар тасуға, кухняға апаруға көмектесетін. Сағат 4-те полдник болатын, оға шейін сендер жатақханада ұйықтап, үй тапсырмасын орындап, Райхан апай сендермен 5-ке шейін шұғылданатын. Сағат 4-те тағы да қаз қатар қылып сендерді полдникке әкелетін. Полдникке жеңіл, желпі, тәтті тағамдар, шаймен беретін. Міне сендер бірінші классы осындай бір жақсы әрекеттермен осындай бір 2 класс бірге қосылып жақсы бастадыңдар. Маған 1983 yilgi mana shu bular ko'pchilik bo'lgan, boya aytib o'tib ketdim gaplar orasida. Bularni nima desam bo'ladi? Sho'x bolalar bo'lgan. Sho'x edi lekin. Bular yig'ilishlarda ham o'rni bor, ko'pchilik deyman. Lekin qayerda bo'lsa, qayerda haligi yordammi, mehnatmi bo'lsa birinchi o'rinda turardi bular. Bilaman-da. Birinchi o'rinda turardi. To'polonchilikda ham normalniy o'rinda, birinchi o'rinlarda turardi bular. O'qishlari ham yaxshi edi, lekin harakatlari yaxshi edi, yomon emasdi. Men nima deyman, bularni boshqalardan ajralib turgani insoniylik bor edi, tarbiya kuchli. Nima desam bo'ladi? O'g'il bolalar birinchi o'rinda ajralib turadi qizlarga qaraganda. Bular ko'pchilik bo'ladi, o'g'il bolalar mana ikkita mahalladan kelardi o'sha paytda. Degantepa, Qaraqo'yli. Va hozirgacha bularchi mana unaqa bular. Nima desak bo'ladi? Millatga qaramas ekanda bunda do'stlik. To'g'ri gapirdingiz Qoldibek aka. Do'stlik millat tanlamaydi. Mana shu sobiq o'quvchilarimiz millatni emas, o'sha do'stlikni tanlaganliklari uchun hozirgi kungacha ular ahil inoq bo'lib birga hayot kechirishmoqda, bir-biri bilan bordi-keldi qilib. Mana shu aziz o'quvchilarimizni 25 yillik bitirish kunlari bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin, hammangizni martabangiz bundan da ulug' bo'lib, hammaga kerakli inson bo'lib yurishingizni tilab qolaman.